18-ci öz-özünü intizam bilan kontrol qilish. Avtori doktor Erkin Sidiq. Siz yetaklaydigan birinchi odam siz o'zingiz. Bu sifatning inglizcha atilishi self-discipline bo'lib, bu so'z g'arb ellarida intayin keng doirada qo'llaniladi. Bu so'z ham fe'l, ham ism bo'lib, ism bo'lganda o'z uchun tuzilgan intizam degan ma'noni bildirdi. Fe'l bo'lganda bo'lsa, o'zini intizam bilan boshqarish, o'zini intizam bilan kontrol qilish degan ma'noni bildirdi. Bu so'zning ma'nosi buningdan ko'p bo'lib, men bu yerda faqat uning mushu temadagi ma'nosini tushuntirdim. Men Urumchida oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda mening Dilmurod Tursun degan saboqdishim va do'stim bor edi. U qisqa orliqqa yugurish bilan voleybolga intayin qiziqadigan bo'lib, Xinjiang universitetida o'qiyotgan 5 yil jarayonida maktabning voleybol komandasining boshlig'i bo'lib ishlagan edi. Qisqa orliqqa yugurishda yaxshi natija yoritish uchun u o'zini yugurishda intayin qattiq chiniqtiradi. Ya'ni u har kuni 3 qatim yugurishni o'zi uchun bir intizam yoki tuzum qilib olgan bo'lib, u bu tuzumga intayin qattiq rioya qiladi. U yozdagi to'miz issiq kunlarning tush vaqtida yuguraydi, qahrton qish kunlarining atigini yuguraydi, qattiq yomg'ir yig'iyotganda yuguraydi, qattiq qor yig'iyotganda yoki qattiq bo'ron chiqayotganda yuguraydi. Hargizmo biror qitimliq yugurish vazifasidan voz kechmaydi. O chaqlarda bizning tamqimiz intayin nachar bo'lib, atigini bilan kechda biz asosan qo'noq nenini qaynoq suvga yoki quruq choyga chilab yedik. Dilmurod badanini ozroq bo'lsa-mu kuchlantirish uchun nanchilgan qaynoq suvga bir uchum shakar bilan bir siqim tuzni tangli soladi. O'zini ashundaq qattiq intizam bilan boshqarayotgan har qanday vaqtda ashundaq o'zi uchun chiqargan tuzum bo'yicha ish ko'rayotgan Dilmurodni tushunmagan ba'zi o'quvchilar uni ba'zida Dilmurod sarang deb masxir qilib qo'yadi. Dilmurod o'zini ashundaq chiniqtirish orqali 200, 400, 800 metrlik yugurish turi bo'yicha Uyg'ur diyoridagi oliy maktab o'quvchilarining bir qancha qatimliq yangi rekordlarni yaratgan. Hamda biz bilan birga o'qiyotgan 5 yil jarayonida shu rekordlarni saqlab kelgan. Men ayni vaqtda Dilmurodning ashundaq shijoatiga, g'ayratiga, irodasiga va angliqligiga intayin qoyil bo'ladim va uningdan nihoyat ta'sirlandim. Pat-pat, agar har bir Uyg'ur Dilmuroddek o'zining talanti bor bir ishda g'ayrat qilib, boshqalarning oldiga o'tib ketsa, Uyg'urlarning kuni naqadar yaxshi bo'lib ketar edi, deb o'ylaydim. Men hozir shunday o'ylayman. Dilmurod hozirmi ko'nglimda men eng qoyil bo'ladigan esil Uyg'urlarning biri. Men o'zimga chiqargan tuzumlardimmo xeyli ko'plar bor. Ularning biri menga Uyg'ur o'quvchilardan kelgan ilxatlarga 3 kun ichida javob berib bo'lishdir. Dilmurod Tursun o'zini intizam bilan boshqarishning kuch-qudratini namoyon qilgan kishilarning bir misoli. Bu sifatga ega emas turib, muvaffaqiyatga erisha oladigan va muvaffaqiyatni saqlab ma'nolaydigan kishilar asosan yo'q. Bir liderning qanchalik talantli bo'lib ketishidan qat'iy nazar, agar u o'zini intizam bilan boshqarmaydi ekan, u hargizmo o'zining yoshirin kuchini eng yuqori darajada joriy qildira olmaydi. O'ziga intizam turg'izish sifati bir liderlikning eng yuqori baldiqiga yetkazib, o'zining liderlik o'rnini uzun muddat saqlab mengishini kapolatga ega qiladi. Agar siz o'ziga intizam turg'izishni o'zi uchun muhim bir boylik hisoblaydigan liderlardan bo'lishni istaydi ekansiz, tuvandagi ishlarni qiling. Birinchi, ishlarni muhimlik darajasiga ayirib, ularni eng muhimidan boshlab qilib mengish odatini yetildirish. Agar siz cho'qim qilmasangiz bo'lmaydigan ishlarni faqat ko'nglingiz tortqandila yoki sizga qulay bo'lgandil qilmoqchi bo'ladi ekansiz, siz hargizmi muvaffaqiyatli bo'la olmaysiz. Kishilarmi sizga hurmat qilmaydi, hamda sizga agashmaydi.
Siz bir lider bolsanız, sizning vaqtingiz nihoyat qisqa bo'ladi. Shunga sizda plan bo'lishi kerak. Agar siz hozirgi eng muhim ishning qaysi ekanligini bilolmasangiz, oldi bilan o'zingizni oldingizdagi hamma ishlardan bo'shiting. Ondan qaysi ishning eng muhimligini tepib chiqing. Bu o'z-o'zini intizom bilan boshqarishda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir narsa. Ikkinchi, o'z-o'zi uchun tuzilgan intizom bilan yashashni o'z nishonlarining biri qilish. İntizam bilan yashashda o'ziga intayin yuqori talab qo'ydigan Dilmurod Tursundek kishilarni obdan kuzatadigan bo'lsangiz, muvaffaqiyatli bo'lishda o'zini intizam bilan boshqarish bir qatimliq ish bo'lib qolsa bo'lmaydiganligini, uni bir umrlik odat qilish kerakligini tushunib yetarlaysiz. Bu ishni amalga oshirishning eng yaxshi usuli o'zi uchun bir sistema va kundalik odat tuzib chiqish. Bo'libmi o'zining uzun muddatlik taraqqiyoti va muvaffaqiyati uchun halqiliq rol o'ynaydigan sohada shunday qilish. Masalan, men davomli maqola yozib turadigan bo'lg'achqa, kitob o'qish va material yig'ishni o'zimning kundalik odati qilib olgan. O'zimning umrining oxirigacha unumli ishlashni ko'zda tutib, kuniga 1 soat atrofida yo'l mengib, chiniqishni o'zim uchun bir intizom qilib oldim. 3. O'zining bahona sabablariga qarata jang e'lon qilish. O'zi uchun tuzilgan intizom bo'yicha yashashni bir odat qilib yetildirish uchun siz qilmasangiz bo'lmaydigan birinchi ish bahona sabab izlash odatiga nisbatan jang e'lon qilish va uni yo'qotish. Sizning o'zingiz uchun turg'izilgan intizom bo'yicha ish ko'rishingizga to'salg'i bo'layotgan sabablar bahonadan boshqa narsa emas bo'lib, agar siz lider bo'lish sifatingiz bilan yana bir yuqori baldoqqa chiqmoqchi bo'ladigansiz, cho'qim o'zingizga bahona sabab izlaydigan odatingizni tashlashingiz kerak. 4. Ishni to'liq bitirib bo'lmag'icha uning uchun mukofot istamaslik. Agar sizda o'zingizni intizom bilan boshqarish iqtidori kam bo'ladigan, o'zingizda g'alaba qilmay turib mukofot elishga aldiraydigan odatni yetildirib olasiz. 5. Zihnini natija chiqarishga markazlashtirish. Siz har qatim zihningizni bir ishning natijasiga emas, u ishni qilishdagi qiyinchiliklarga qaratib oldikansiz, siz umidsizlanib qolasiz. Bundaq ahvolga uzun muddat petib qoladikansiz, siz o'z-o'zingizga intizom turg'izishning o'rniga o'z-o'zingizga pushaymon paydo qilib olasiz. Siz kelar qatim cho'qim qilmasangiz bo'lmaydigan bir ishga duch kelganda, qanday qilganda sizga qulaylik bo'lganligi ustida o'ylanmay, zihningizni uningga badal to'lashga markazlashtiring. To'g'ri ishni qilgandagi foydani ko'zda tutib, shu ishni oxirigacha davomlashtiring. O'z-o'zingizni intizom bilan kontrol qilish iqtidorini yetildirish uchun tövandagidek ishlarni qiling. 1. Ishlarni muhimlik darajasiga ayirib chiqing. 2. Tuzum bilan ish qilishning foydalarini tizib chiqing. 3. Bahona izlashdan o'zingizni yiroq tuting.